Bu zamonaviy moda qayerga olib boradi? Bu liboslar juda zamonaviy ko'rinadi. Ha, lekin an'anaviy uslublar ham yoqadi. Balki ikkalasini ham saqlash kerak. Ko'chalarda kezadi go'zal sanamlar, Evropa modasi qisqa qadamlar. Unutib qo'ydikmi milliy libosni, yo'qotib bormoqda iffat nafosat. Atlas u adreslar sandiqda qoldi, kaltabin modalar aqlimiz oldi. O'zbekning qiziga yarashgan hayot bugun o'zgaribdi, afsus bu dunyo. Kiyingan kiyimi o'ziga tarang, moda deb o'zini buzishar qarang. Ota-ona so'zi qolmagan kabi, faqat internetning bo'libdi quli. Iboyu hayonni unutgan qizlar, soxta obro'larni ko'chalardan izlar. Milliy qadriyatga boqmaydi qayrilib, yuribdi asldan butkul ayrilib. Zamonaviy kiyingan go'zal qizlar, milliylikdan yiroqlashgan o'sha modalari. O'zbekning kiyimi o'ziga yarashib, nega begonalarga bo'ldingiz oshiq? Qayting o'zbekona go'zal urfga siz axir xonadon nuri bitta qiz. Modaning ortidan yugurma buncha, o'zbekona kiyinsang bo'lasan buncha. Uzun ko'ylak senga beradi chiroy, iboli boqishing misli to'lgan oy. Evropa kiyimi senga mos emas, asli o'zbek qizi bunday kiyinmas. O'zlikni yo'qotmoq eng og'ir gunoh, niyating pok bo'lsin, asrasin Alloh. Zamonaviy kiyingan go'zal qizlar, milliylikdan yiroqlashgan o'sha modalari. O'zbekning kiyimi o'ziga yarashib, Bu bayram nega oilamiz uchun. begonalarga Bu lahzani bo'ldingiz qadrlaymiz. oshiq? Sizlar bilan birga bo'lish Qayting baxt. o'zbekona go'zal urfga siz axir xonadon nuri